tez o'tdi. Oysha o'smir yoshiga yetdi. O'ziga aytilgan gaplarga diqqat bilan quloq solar edi. Eshitganini umuman esidan chiqarmasdi. Mana shu o'tkir xotira uning kun kelib yetakchi hadis rivoyatchilaridan bo'lishiga sabab bo'ldi. Na Oysha va na oilasi buni bilmasdi, ammo taqdir uni mana shu muborak yo'lga yaqinlashtirayotgan edi. Ummatning onasi bo'lish yo'li. Hammasi bir kuni Rasulullohning eshiklarini taqillatish bilan boshlandi. Eshik ochildi. Havla bintu Hakim muhim masala yuzasidan gaplashish uchun kelgandi. U payg'ambarimizning yaqin sahobasi Usmon ibn Mas'unning ayoli edi. Havla ichkariga kirganda uyda tushkunlik kayfiyati bor edi. Xadija roziyallohu anhoning vafotidan 3 yil o'tgan edi. Ammo uning yo'qligi sezilib turardi. "Ya Rasululloh, uyga kirishim bilanoq Xadijaning yo'qligini sezdim." Rasululloh boshlarini egib chuqur xo'rsindilar. Ha, u bolalarining onasi va uyga yaxshi qarovchi edi. Havla o'z niyatini bayon qilish payti kelganini angladi. "Ya Rasululloh, yana uylanish haqida o'ylab ko'rasizmi?" Payg'ambarimiz jim bo'lib qoldilar. Bu so'zlar uni hayron qoldirdi. Bu taklifni kutmagan edilar. Ayollari vafotidan to'liq 3 yil o'tdi. Ana shu vaqt ichida yana uylanish haqida o'ylab ham ko'rmadilar. Xotirjamlik bilan kimga dedilar? Havla ba'zi ismlarni aytdi. Ulardan biri yaqin sahobangiz Abu Bakrning qizi Oysha. "Agar istasangiz, Abu Bakrning qizi Oysha." Havla Oyshaning ismini aytganida payg'ambarimiz ko'rgan tushlarini esladilar. Bir kuni tushlarida Oyshani ko'rdilar. U zotga bu sening jufting deyilgan edi. Balki endi Allohning hikmat to'la rejasining amalga oshish vaqti kelgandir. Rasululloh unda mening nomimdan boring dedilar. Vaqtni zoya qilmay Havla Abu Bakrning uyiga jo'nadi. "Ey Umuromon, Alloh senga ato etgan yaxshilikdan xabaring bormi?" Nima ekan? "Allohning rasuli meni Oyshaning qo'lini so'rash uchun bu yerga jo'natdilar." Rostdanmi? Abu Bakr hozir uyda emas. Iltimos qaytguncha kutib turing. Biroz o'tgach Abu Bakr keldi. O'sha qiziqonlik bilan Havla xushxabarni bayon qildi. "Ey Abu Bakr, Alloh sizga qanday yaxshilik berganini bilasizmi? Allohning rasuli meni Oyshaning qo'lini so'rash uchun jo'natdilar." Havla